Jamol aka, o'g'ilcha yaxshimi? Hali ham o'qiyaptimi? Ha. Akmal Nyu-Yorkda. A'lochi. Telefon qilib turibdimi? Ha, har kuni gaplashib turamiz. Assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz? O'g'lim, yaxshimisan? Bir haftadan beri gaplashganimiz yo'q. Onang xavotir olyapti. Dada, uzr, ko'p vazifa berishadi. Juda bandman. Hozir ham kutubxonadaman. Ha, mayli. O'g'lim, tinch bo'lsang bo'ldi. Yaxshi o'qigin. Onamga salom ayting. Xayr dada. Jamol aka, o'g'ildan xabar bormi? O'qishlarni bitirdimi? Ha, Akmal o'qishni bitirib, bitta yirik firmaga ishga kirdi. Maoshi yaxshi ekan. Dollarlardan jo'natib turibdimi? Puli kerak emas. Bizga sog' bo'lsa bo'ldi. We exceeded our targets by 15%, positioning us strongly for the final quarter of the year. Assalomu alaykum dada. Tinchlikmi? Biror korxol bo'ldimi? Yo'q, hammasi tinch. Shunchaki seni sog'indik. Ovozingni bir eshitaylik dedik-da. Dada, hozir ishdaman. Zarur majlis paytida telefon qilib qoldingiz. O'zim yozmasam qo'ng'iroq qilmanglar deganman-ku. Uzr o'g'lim, oxirgi marta 2 hafta oldin gaplashgandik. Sendan xabar kelavermagach, raqamingni terdim-da. Mayli dada, hech qisi yo'q. Ishga qaytishim kerak. Bo'shaganda yozib yuboraman. Onang yaxshi o'g'lim, xavotir olma. Biroz shamollagan xolos. Kampir, o'g'ling salom aytdi. Salomat bo'lsin. Dada, yaxshimisiz? Menga zo'r mashina berishdi ishda haydovchisi bilan. Onam yaxshimi? Chaqiring. Bir maqtanib qo'yay. O'g'lim, onangni 5 kun oldin berib qo'ydik. Og'ir kasal edi. Nima? Nega betobligini aytmadilaring? Doriga pul jo'natardim. Eng yaxshi kasalxonani gaplashib berardim. Seni ishdan qoldirmaylik dedik-da. Axir o'zing telefon qilaman, yozaman deb daraksiz ketding.